Жазалаш тәдбiri o'ttirib qo'ydigan bo'ldi. Lekin mushu masala ya Çavuşan oldida Amerika Qo'shma Shtatlari qanday siyosat qo'llanish kerak bundan keyin Jungo o'zining vazifasini qanday ado qilish kerak. Endi bu qatim bu raketa sinaq qilganda Jungo tashqi ishlar ministrligidan Hua Chunyun bayonot e'lon qildi. Bu əzəldən kalpok bilan çitek yaqin ötüyotgan qo'shnilar mavzudan bahalagan shundaq do'stlardan bo'lgan Çavuşan bilan Jungo o'tirishida əzəldən bundaq bayonot e'lon qilish ko'rilmagan edi. Endi favqulodda hamkorlikni so'zlab bo'ldik. Amerika Jungo o'tirishida imzolangan savdo kelishimini so'zlab bo'ldik. Endi hozir qarayli Janubiy dengiz masalasi bo'yicha vaziyat past ko'yiga tushib qolgandek turdi. Çavuşan yadro qurollari qatmal bir davrga kirib qolamdi qandaq. Jungoda bir belbog' bir yo'l yig'ini ochildi deyli. Buningdan keyingi ta'siri nima bo'ladi? Masalan, bu yig'inning asosli yo'nalishi O'rta Osiyo ekan. O'rta Osiyoga yurish qiladigan bo'lsa, vatandoshim, vaqti Rossiya buning zodi qanday inkas qaytardi. Bular emas, Rossiyalar emas, atrofdagi davlatlar zodi qanday inkas qaytardi. U vaqtda bizning vatanimiz mustamlik Uyg'uristonning vaziyati qanday bo'ladi? Hozircha ko'rib turyapmiz. Uningdan keyin yana vaziyati qanday bo'ladi? Bu siz biz buningdan keyin diqqat qiladigan masalalar deyli. Endi bu yig'inga başta aytdik, İtaliyadan başqa hech kim kelib qatnashmadi. Faqat Amerika Qo'shma Shtatlari vakil qatnashdi. Xulosa qilganda bugungi tahlilimiz, analizimizning maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junxo Xalq Jamhuriyati o'rtasida 10 turlik savdo kelishimi, tarixdagi har qanday kelishimni beshishadigan bir kelishim imzolandi. Savdo sohasida ikki davlat yumshidi, aloqalashdi, hamkorlashdi. Endilikda Amerika Jungo o'rtasidagi ixtiloflar deb atalgan siyosatga munosabatli voqealarda qanday o'zgarish bo'ladi? Kutib turaylik, hurmatli vatandoshlar.